Dada, siz o'zingiz emassiz. Onangman ya. Qotillik qilmayapti. Onangni ham olaman, sendan olaman. Bu yoqqa kel dedim. Tegmang menga. Men 13 yoshli go'dayman. O'zim ekdimmi? O'zim o'raman. Bu yoqqa kel dedim. Tegmang menga. Bu voqeani aytib berganida ko'zlarimni yoshdan tiya olmadim. Otasi sabab nomusidan ayrilgan Nilufarning qora hayoti shu kundan boshlangandi. Disclaimer: bu filmdagi sahnalar bo'lgan voqea asosida suratga olingan. Maqsadimiz pedofillarga, fohishalik va zo'ravonlikka qarshilik. Assalomu alaykum ustoz. Nilufar, haftalab darsga kelmaysan. Yana kamiga kech kelyapsan. Uxlab qolman-de. Lekin kechasi Instagramda onlayn bo'lasiz-a? Yo'q, men o'tirganim yo'q. Onlayn qolib ketibdi-da. Ota-onangga xat chiqarib, jarimaga solaman. O'tir joyingga. Tinchlikmi Ahmad? Nima kulgili bo'lyapti? Tinchlik ustoz, tomog'imga balg'am tiqildi. Shamollanma shekilli. Uyga vazifani yozib olinglar. Kechasi bilan bu qiz nima ish qilib charcharkan? Ustoz, ana shogird qizingiz yana syomkaga kela olmas ekan. Mayli, yaxshilikka bu. Chopamiz. Yanami? Ishni orqaga tortgandan keyin nima qilish kerak? Yo'qotish kerak. Syomkaga kelmayapti, demak uni hayotida kimdir paydo bo'lgan. Biling, nega unaqa ekan-a? O'zi yulduzlik kasali shunaqa bo'ladi. Sal mashhur bo'lsang, atrofingga keraksiz odamlar ko'payadi. Sana ijoddan chalg'itib, o'ziniki qilib olgisi keladi. It quturib, boqqan egasini qopishni boshlaydi. Profilini 0 qilib qo'yamiz. Ya. Ich bokira qizga yolchimadik-da. Endi kontent nima bo'ladi? Yo'qqa kel dedim. Nima 13 kun?